Assalomu alaykum. Bu video orqali siz YouTube'da shaxsiy blog qilish kerakmi o'zi? Agar kerak bo'lsa, bizada eng bazaviy miqdorda nima bo'lsa, biz shaxsiy blogni boshlasak bo'ladi va shaxsiy blog yuritishda asosiy foydalari va zararli tomonlari va eng yana pluslardan biri o'zi shaxsiy blog YouTube'da shartmi? Instagramda qilganimiz o'zi yetadimi? Va plusiga men o'zi kimman va sizga nima uchun bunaqa maslahatlar beryapman, o'sha haqida sizga foydali tavsiyalarimni berib boraman. Meni ismim Shuhrat. Instagramda Shuhrat Hakim brendi asosida, ya'ni o'zimning shaxsiy blogimda yuritib boraman. Men o'zi marketing, SMM yo'nalishida 3 yildan beri ishlab kelaman va o'zimning shaxsiy blogim orqali odamlarga to'g'ri brend yaratish, to'g'ri foydali ma'lumotlar berish, shaxsiy blogini to'g'ri yuritish haqida foydali kontentlar berish bilan shug'ullanib kelaman Instagram tarmog'imda. Lekin Instagramda qisqa videolar orqali, ya'ni 1 minut, 1,5 minutlik videolar orqali bu narsalarni sizga to'liq bera olmasligimni bilganim uchun va undan tashqari o'zimning shaxsiy hayotimdagi qo'shimcha o'zgarishlar, qadamma-qadam yutuqlarga erishishim yoki har bitta oldimda uchraydigan to'siqlarni siz bilan YouTube sahifam orqali to'liq bo'lishib borishga harakat qilish maqsadida YouTube sahifamni, YouTube blogimni boshlashga harakat qilganman va harakat qilyapman va mana shu videomni siz ko'rib turibsiz. Bundan oldin ham bir necha bor YouTube'da o'zimni blogimni yuritishga harakat qilib boshlaganman, videolarimni olganman. Menda bitta narsa xato bo'lgan, ya'ni idealizmni kutganman. Ya'ni men videolarimni sifatli kamerada oldiraman, sifatli montajlar qildirib, bu narsani joylayman degan fikrim bo'lgan va bu narsani qilganman. 2-3 videolarimizni olganmiz, professional qilib olganmiz va uni montajlar qilib, ancha vaqtimiz ketib qolib, videolarimizni tayyor qilib qilganman, lekin uni qo'yishga jur'at qilmaganman. Ya'ni sababi nima bo'lgan? Yana boshlayman, yana to'xtatib qo'yaman. Ya'ni chunki uni syomka qil professional kamerada, undan tashqari uni professional montaj qil va uni keyin profilingga joyla degan fikr bilan bunaqani uzoqqacha davom ettira olmasligimni bilganman. Sababi buni qiyinchiligini Instagram shaxsiy blogimni boshlagan vaqtda bilganman. Sababi o'zimda challenge qilganman. Ya'ni 1 oy davomida har kuni bittadan reels qo'yib, 30 kun ichida 10,000 plus jonli auditoriya yig'ish bo'yicha challenge boshlaganman va bu challenjda 30 kun umuman tinmaganman. Ya'ni har kun boshqa ishlarim qolib ketgan, boshqa qiladigan o'qishimni yoki ishimni hammasini chetga surib, faqat o'zim uchun kontent olish uchun vaqt ajratganman va buni 1 oy davomida, lekin shaxsiy blogimda muvaffaqiyatli, ya'ni 13,5 mingdan ortiq jonli obunachi bilan challenge yakunlaganman. Challenge'im zo'r bo'lgan, o'zimga yoqqan, ancha energiya, har taraflama kuch-quvvat, nima deydi, maqsad qo'yib maqsadingizga erishsangiz juda ham boshqacha narsa. Aynan shu narsani his qilib ko'rganman. Va shunga yarasha juda katta energiya ketib qolgan. Energiyam, vaqtim ham, plus boshqa ishlarim ham qolib ketgan bu narsa. Endi xuddi shu narsa YouTube'da ham o'zimning shaxsiy blogimni boshlashim oldi. Bu muammo bo'lishini ko'zim yetgan, ya'ni boshqa ishlarim qolib ketishi, plus o'qishim yoki boshqa hamma narsamni chetga surib, YouTube blogimni yuritishim kerak bo'lgan. Yo uni tanlashim kerak yoki bu yog'ini tanlashim kerak bo'lgan. Shunaqa fikr bo'lganligi uchun YouTube blogimni boshlashni sal kechiktirib turgandim. O'zimda endi YouTube'da shaxsiy blogim boshlashda hech qanaqa professional kameralarsiz, professional montajsiz, mana shu videoni ham olamanda videolarimni ulab-ulab qo'yib yuboraman. Ya'ni hech qanaqa ortiqcha montajsiz, hech qanaqa professional fonarlarsiz, fonlarsiz, studiyalarsiz qilishga harakat qilyapman. Ya'ni nimaga? Bu narsa shaxsiy blogimni yuritishim menga xalaqit bermasin. Ya'ni boshqa ishlarimga, boshqa qiladigan o'qishimga, ishimga, hayot faoliyatimga vaqtimni olib qo'ymasligi maqsadida bu narsani oddiy, tabiiy holatda men sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilaman. Menimcha bu narsani tushundingiz deb o'ylayman. Sababi mana hozir ham oddiy ko'chada o'tiribman, toza havoda, ustimga qalin kiyingan holatda o'tirib, bu informatsiyalarni sizlarga gapiryapman.
bunga ketishi mumkin. Qanchadir meni fikrimni jamlashimga ozgina vaqt, plus bu videoni olishimga ozgina vaqt va videoni qo'yishimga vaqt ketishi mumkin. Boshqa holatda uni videoni professional studiyaga borib, professional qilib uni kameralarda syomka qil, professional qilib montaj qildir, professional qilib uni joyla. O'shanda ham bu narsani meni juda ko'p vaqtim ham ketib qolishi mumkin bo'lganligi uchun bu narsani oddiy holatda sizlarga borishga harakat qilaman. Endi mana hozir atrofimda odamlar o'tib qaytyapti. Bu plyusiga ishlayapti. Sababi men atrofimda nima deydi, o'zimda odamlar oldida gapirish qobiliyatimni ancha bu narsa yaxshilaydi. Jamoat joyida bu kontent qilish, hammani ichida gapira olish qobiliyatimga ancha bu narsa foydasi tegyapti desam bo'ladi. Endi sizga o'zi YouTube'da shaxsiy blog qilish kerakmi degan savolni javob bersam, YouTube'da shaxsiy blog qilish Instagram'dagidan-da ko'ra zarur va kerak. Sababi agar sizni tasavvur hosil bo'lishi uchun aytaman, Instagram'dagi million yoki 10 million prosmotr YouTube'dagi 10 ming yoki 100 ming prosmotrga teng kelmaydi. Sababi qarang, tasavvur qiling, Instagram'da siz qo'yadigan videolaringiz 1 minut yoki 1,5 minut bo'lishi mumkin. Lekin YouTube'da siz qo'yadigan videolaringiz kamida 15-20 minut, yarim soat, 1 soat, 2 soatgacha bo'lishi mumkin bo'ladi. Ya'ni endi tasavvur qilaylik, sizni videongiz Instagram'da 1 million prosmotr yig'di yoki 5 million prosmotr yig'di. 1 minutlik videongiz. 1 minutlik videongizda siz juda ham muhim aktual temani olib chiqqansiz va odamlarga bu juda ham yoqqan. Instagramda shaxsiy blog yuritish uchun aynan mana shu narsa, mana shu formuladan foydalansangiz, sizning videolaringiz reykdan umuman tushmaydi, doim reykda yurasiz. Lekin YouTube'da o'sha narsani davom ettirib qarang. Instagramda 5 million prosmotr yig'gan videongiz 1 minutlik zo'r aktual temani olib chiqqansiz. Lekin u yoqda sizni odamlar shaxsiyatingizni umuman bilmaydi. Ya'ni sababi 1 minutlik videoda siz gapirsangiz ham, boshqa odam gapirsa ham aynan o'sha temani odamlar eshitadi. Ya'ni siz uchun eshitmaydi. Ya'ni u tema qiziqligi uchun, tema foydali bo'lganligi uchun bu temani eshitishadi. Lekin bu narsa sizni shaxsiyatingizda, odamlar sizga bo'lgan loyallikni oshirishda bu juda ham past potensialda foyda tegadi. Endi YouTube'da olsak, YouTube'da shaxsiy blog qilayotganimizda biz qiladigan videolarimiz, misol uchun hozir video 15 minut bo'lishi mumkin, 10 minut bo'lishi mumkin yoki 20 minut bo'lishi mumkin yoki 1 soat bo'lishi mumkin. Mana shu 1 soat davomida sizni YouTube'ga kirgan odam agar eshitsa, bitta videongiz orqali, ya'ni yarim soatlik videongizni taxminan bir 10 ming kishi ko'rsin. 10 ming kishidan 1000 kishi sizni videongizni oxirigacha borib ko'rsin. Aynan mana shuni o'zi sizga boy Instagramdagi million prosmotrdan ko'ra yoki 100 ming prosmotrdan ko'ra YouTube'dagi 10 ming prosmotr siz potensial ancha yuqori bo'ladi. Sababi siz 1 soat davomida ham shaxsiyatingiz haqida gapirasiz, o'zingizni dunyoqarashingiz, fikrlashingiz, hamma tarafidan siz bu narsani ochib berishga vaqtingiz bo'ladi. Shuning uchun o'ylayman, shaxsiy blogini yuritmoqchi bo'lganlar, Instagram bu zo'r tarmoq. Instagramdan trafik tortib, YouTube'ga auditoriyani o'tkazib va YouTube'da chuqurroq auditoriya bilan ishlashni sizlarga tavsiya berib qolaman. Va shu maqsadda men ham o'zimning shaxsiy blogimni YouTube tarmog'ida olib borishga undan keyin harakat qilaman. Sababi endi sizlarga qanaqa foydalar berishi mumkin? YouTube'da ham, YouTube'da, Instagramda qanday qilib to'g'ri shaxsiy brend qurish, hamma sirlar, hech qanaqa sir yoshirilmaydi yoki sirni ajratib qo'yib yoki sir saqlab qolinmaydi. YouTube, Instagram sahifamga ham kirib ko'rsalar, hech qanaqa sir saqlab qolinmagan. YouTube'da bundan ham, ya'ni Instagramda 1 minut, 1,5 minut davomida sirlarimni aytgan bo'lsam, bu yoqda kerak bo'lsa 1 soat, 2 soatlab sizlarga o'zimning sirlarimni bo'lishib boraman. Hech qanaqa sirlarsiz mayda-mayda detallarigacha bo'lishib boraman. Undan tashqari o'zimning shaxsiy hayotimda, o'zim
o'zimni shaxsiy rivojlanishimda, sport bilan shug'ullanishimda, har bitta boshlaydigan yangi ishimda o'shalar haqida ham sizlar bilan YouTube sahifasida to'liqroq foydali ma'lumotlar berib borishga harakat qilaman. Yana bir tomoni, misol uchun qaysidir menga yutuqli narsaga erishganimda yoki biror chet el safariga chiqqanimda yoki biror kitob o'qiganimda, har bittasidan olgan insaytlarimni sizlarga bo'lishib boraman, xudo xohlasa. Agar videoni shu joyigacha ko'rib kelgan bo'lsalaring, meni YouTube sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan buyog'iga o'sha aytgan ma'lumotlarimni sizlarga maksimal harakat qilib, mana ro'za oyi hozir sanani ham aytib qo'yishim kerak. 2026-yil 22-fevral kunida shaxsiy blogim uchun hech qanaqa sharoitlarsiz oddiygina ko'chada, mana o'zingiz ko'rib turibsiz, oddiygina ko'chada bittagina telefon orqali, hech qanaqa mikrofonlarsiz ham bu blogimni boshladim va aynan mana shunaqa oddiy sharoit bilan, hech qanaqa ideal vaqtni kutmasdan, oddiygina qo'limdagi telefon orqali, bittagina telefon orqali qanday qilib shaxsiy blogimni yurg'izishimni sizlarga bo'lishib boraman. Menga obuna bo'lib qo'ying. Bundan buyog'iga siz bilan doim aloqadamiz, to'xtatib qo'ymaslikka harakat qilaman.